Annyeonghaseyo 여러분. Bugungi mavzuyimiz cho'seyo degan mavzuni o'tamiz. Cho'seyo bu koreys tilida bering degan ma'noni bildiradi. Nima degani? Bering degani ekan. Judayam eng oson mavzulardan bittasi hisoblanadi. Bu o'zi aslida cho'da degan fe'ldan yasalgan. Cho'da degani bu bermoq degan ma'noni bildiradi. Aslini aytyapman. Mana bu da esa moq degan ma'noni bildiradi. Mana shu moqni biz o'chirib tashlaymiz, o'zbek tilidagidek va unga seyo qo'shimchasini qo'shamiz. Cho'seyo bo'ladi, bering degan ma'noni bildiradi. Bu keyingi mavzularimizda o'tamiz seyoni. Seyo bu buyruq berganda, hurmat bilan buyruq berganda ishlatiladi. Tushunarli? Mana shu cho'seyo bering degan ma'noni bildiradi. Masalan, bu otga nisbatan aytadigan bo'lsak, birinchi noun ya'ni ot keladi, plus keyin cho'seyo keladi. Ya'ni nimadirni bering deganida, nimadirni bering. Masalan, chek degani kitob degani, chek cho'seyo. Hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Bo'ldi. Chek cho'seyo. Mo'ja, bosh kiyim bering. Cho'seyo. Yana yonpil cho'seyo. Qalam bering. Mana shu holatda ishlatiladi cho'seyo. Endi misolga qaraymiz. Chek cho'seyo. Kitob bering. Yogi soyo degani mana degani. Buni qotib qolgan formula yogi soyo yozib olasiz. Mana degani, mana oling, mana degan ma'noni bildiradi. Nimadir so'raganingizda yogi soyo mana degani. Koppi cho'seyo, kofe bering. Shinmun cho'seyo, buni o'rniga cho'm qo'shimchasini qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, cho'm. Bu ya'ni sof koreysda gapirgan bo'lasiz. Shinmun cho'm cho'seyo, koppi cho'm cho'seyo. Cho'm degani o'sha bir qo'shimcha, bir koreyslardek gapirgandek ma'noda ishlatiladi. Chiyoge cho'm cho'seyo. Cho'mni qo'shyapti yana. Qalam bering, o'chirg'ich bering deyapti hozir bu yerda. Yogi soyo, mana oling, mana degan ma'noni bildiradi. Mana ko'rib turibsizki, judayam oson mavzu hisoblanadi bu cho'seyo mavzusi koreys tilida. Ya'ni bering degan ma'noni bildirib keldi. Xohlagan birinchi otingizni qo'yasiz, keyin cho'seyoni qo'yib gap yasaysiz. So'b yoki kajisizmida, kamsamnida.